Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Umra ziyoratiga ishonchli va qonuniy va litsenziyalangan firmadan umra ziyoratiga borishlikda niyat qilib yurgan vatandoshlarimizga hozir Ali qora akamizdan qisqacha intervyu qilib beramiz. Layklarni bosinglar, ayamasdan kanalga podpiska qilib qo'yinglar. Qora aka, salomatmisiz? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz yurtdoshlar, aziz kuzatuvchilar, Qudratli o'z YouTube kanalini ashaddiy muxlislari. Nasib bo'lsa bugun do'stimiz aytgandek sizlarga yana mana shu 26-yilni 2026-yilni umra mavsumi uchun yangi paketlarimiz haqida imkoniyat darajasida sizlarga to'liq ma'lumot berishlikka harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, agar sizlar 14 kunlik umra ziyoratini niyat qilgan bo'lsanglar, pastda raqamlarni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bizda hozir 3 xil paket bor. Standart, ota-ona paketi va oila paketi. Bularning ichida eng afzali qaysi deydigan bo'lsanglar, albatta oila paketini tavsiya qilib o'tamiz. Birinchi o'rinda Ali qora akamiz o'zi olib chiqib ketadi. Endi bu paketning ma'lumotlarini qora akamiz o'zi berib o'tadi. Ikkinchi o'rinda ziyoratlari eng VIP ziyoratlar shu oila paketida bo'ladi. Undan keyin ota-ona paketi bor, 20 tadan ko'proq 30 tacha ziyorati bo'ladi. Keyin standart paketimiz bor, 15 tacha ziyorati bo'ladi. O'sha. Farqi faqat ziyoratida bo'ladi. Gостиница, oziq-ovqatlar bir xil bo'ladi. Qora aka, paketlar haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, do'stim, mana yuqorida aytganimizdek, o'sha bugungi kunda talabgir bo'layotgan, ya'ni xalqimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun eng bir qiziq bo'layotgan, eng bir dolzarb bo'layotgan paketimiz mana shu aynan maxsus oila paketi. Oila paketida qariyb yuqorida aytilgandek, bundan avvalgi videolarda ham aytgan edik. Kechagida bir kommentariya o'qib qoldim. Mana shu YouTubedan kelgan kommentariyada bir videoda 60 ta degan ekansizlar, boshqa bir videoda qariyb 30 ta ziyorat, 30 dan oshiq ziyoratlar deb ma'lumot bergansizlar. Qaysi biriga ishonishimiz kerak? Ya'ni ziyoratgohlar soni 30 tami yoki 60 tami? Xo'p, ziyoratgohlar soni standartdan tashqari 30 ta. Ya'ni standart bilan hisoblaydigan bo'lsak, qariyb 60 ga yaqin bo'lib qoladi shunda. Odatda o'sha Madina Munavvara va Makka Mukarramadagi barcha paketlarda mavjud bo'lgan ziyoratlardan tashqari qo'shimcha yana 30 ga yaqin ziyoratgohlar desak, shunda maqsadga muvofiq bo'ladi. Bular ichida e'tiborga moni bo'lgan ziyoratgohlar aynan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yashagan diyordagi Madina Munavvaradagi bir necha tarixiy muzeylar. Bu orqali siz albatta siyratni o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz, o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yashagan davrni o'z ko'zingiz bilan ko'rib, guvohi bo'lishingiz va ko'plab emotsiya olishingiz mumkin bo'ladi. Qaysi bir ma'noda Madina Munavvaraga tashrif buyurgan ziyoratchi mana shunday bir ulkan baxtni, ulkan taassurotni, ulkan quvonchni qo'ldan boy berishligi kishiga alam qiladi. Shu uchun aynan mana shu maxsus oila paketimizda mana shu narsani joriy qilganmiz. Qolaversa, bir safarning o'zida 2 marotaba umra qilish imkoniyati. Madina Munavvaradan Zulhulayfa miqot orqali hamda Jidda shahridagi miqot orqali 2 marotaba umra qilish imkoniyati ham mavjud. Qolaversa, Makka Mukarramada aynan Ka'ba-i Muazzamaga taalluqli bo'lgan, Qur'on azim shanga taalluqli bo'lgan, ya'ni Qur'on va Ka'ba muzeyi mavjud. Aynan o'sha muzeylarga tashrif buyurgan holatda biz Makka Mukarramani tarixini, Jabalun Nur, Jabalus Savrni tarixini, Ka'ba-i Musharrafani tarixini, Qur'on tarixini ma'lumotlarini olishimiz, aynan mana shu tarixlarni o'rganishimiz va bularni o'sha sivilizatsiya davrida, ya'ni rivojlanish davrida, Rasululloh alayhisolatu vasallamning davridan to shu bugungi kungacha o'zgarishlar, sir-sinoatlar haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin mana shu muzeylar orqali. Albatta bu ham maxsus oila paketimizda mavjud. Qolaversa, bizlarni ko'proq chet davlatdan bo'lgan takliflarga labbay deb javob bergan holatda safar jamadonini ham hozirlab qo'yganmiz. Bu safar jamadonimizda Faqat oila paketida bo'ladi-ku. Albatta, faqat oila paketida. Bu safar jamadonimizda aynan umra safari uchun kerakli bo'ladigan barcha buyumlar hozirlab qo'yilgan. Ya'ni siz faqatgina bitta pasport evaziga, pasportingizni yuborish evaziga o'z safaringizni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Ekranda ko'rib turgan raqamlar orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Inshaalloh 23-iyul sanasida Toshkent shahrida to'g'ridan to'g'ri reys bilan
Hikmat Travel'ning aynan oila paketida ko'rishganda ko'rishguncha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.